yaxshi xodim deb topilganimdan avvalambor juda ham xursandman. Kelgusida maqsad va rejalarim bor o'zimga yarasha va bu maqsadlarim yo'lida yanada rivojlanishga, izlanishga, o'qib o'rganishga harakat qilaman. Bank sohasida 6 yildan buyon ishlayman. Bu mening ikkinchi mutaxassisligim. Ishda xatoga yo'l qo'ymaslik uchun avvalambor diqqat e'tiborli bo'lishga, mijozni, fikrini oxirigacha eshitib, amalga oshirishga harakat qilaman. Yangi boshlayotgan kassirlarga shu sohani sevishini, kasbiga sodiq bo'lishini, tezkorlikni, o'z ishini avvalambor yaxshi o'rganib olib, keyin ishga tushishini aytgan bo'lardim. Yaxshi kassirni boshqa kassirlardan ajratib turadigan jihati uni mijozlarga bo'lgan munosabati, xushmuomalaligi, tezkorligi, o'z ishini ustasi bo'lishligi deb o'ylayman. Bankdagi muhit, jamoa, kollektiv bilan ishlash menga juda ham yoqadi. Bankimizda yo'lga qo'yilgan va qo'yilayotgan ishlar, juda ko'p qulayliklar yaratilgan. Mana shu tomon bilan ham aynan Transbankda ishlash men uchun juda yoqimli va bu bilan faxrlanaman.